"Не просит на махр, я пахну какай tahr" aytgan gruppa bor. Nomini bilmadim, o'shalar kelgan. Xullas kalom mazza bo'ldi, o'ynadik, kuldik. Bugun chorshanba sizlar bilan Sensulo tadbiri bizga berganman. Bunaqa chiroyli kosmetik nabor bilan makiyaj qilamiz. Ichida nimalar borligini va birgalikda bilib olamiz. Bizda mana bunaqa Sensulodan fiksatorlarimizni chiroyli qilib tarab olamiz. Farqini ko'ryapsizlarmi? Bizda keyingi produktimiz mana bunaqa Sensulodan konsiler 02. Va bizda mana bunday Sensuloni o'zini sponjiki bu hammanda yo'q edi, endi bor. Tadbir shunaqa zo'r bo'ldi. Keyingi produktimiz mana bunaqa rumyashki Sensulodan. Вот в таком оттенке 01. Har bitta odamning stoliga ismi bilan yozilgan pomada qo'yib chiqishibdi. Munisa Rizayeva keldi. Mana bunaqa karandash chiqdi. 03 оттенке. O'yin kulgular bo'ldi. Kстати, qizlar, прикиньте, o'sha o'yinda men bir emas, ikkita sovg'a yetib oldim. Bittasi mana bunaqa Alisa, mana bunaqa nabor. Bir emas, 2 marta yetib oldim. Omadimga qaranglar qizlar. Blesk. Pudra ham chiqdi qizlar. Bu Sensuloning yangi produkti, yuz uchun fiksator. Va tadbirda Sensuloning asoschisi Aynura Kabildinova bilan tanishish baxtiga ham muyassar bo'ldim. Bundan juda ham xursandman. Shu bilan mana shu kosmetichkani ichidan chiqqan nabor bilan qilgan makiyajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalarni yaxshi ko'raman. Всем пока.